kechqurun uyga kelib trade qilib uni yo'qotadigan narsa ham emas. Olganda narxini oshishini kutadi, sotganda narxini tushishini kutadi. Qurol boru, o'qimiz juda kuchsiz bo'ladi. Ular pulemyotni otsa, biz Amerikada ham o'sha insider informatsiya yig'ib o'tiradiganlar, men nima qilaman o'sha paytda insofsiz bo'lsa. Yo'qotayotgan pulim shunda qaytaraman deb pozitsiyadan chiqib ketaman. Hech qachon 100% mana shu pozitsiyada pul ishlayman deb odam o'ziga o'zi amin bo'la olmaydi. Ravshan aka, mana siz 9 yillik treydersiz. 9 yil mana shu narsani, sohani nomini yeb, birida yo'qotdingiz, birida topdingiz. Shu bo'yicha hali tradingga endi kirib kelayotgan yoshlarga bir ikkita maslahatlar berib o'tadigan bo'lsak, eng birinchi navbatda trading nima degan narsadan boshlaymiz. Ko'pchilik tradingni har xil tushunadi. Kimdir zamonaviy kasb deydi, kimdir soha deydi, kimdir hobbi deydi. Siz uchun trading nima? Endi tradingga birinchi navbatda kasb sifatida qarash kerak. Chunki bu hobbi emas. Bu bir joydan pul topib, kechqurun uyga kelib trade qilib uni yo'qotadigan narsa ham emas. Agar shunaqa qaraydigan bo'lsangiz, uni yo'qotasiz. Endi tradingni ham har xil turi bor. Trading bu aksiyalar, misol uchun deylik, men NYSE ya'ni New York Stock Exchange'da trader bo'lganman. Asosiy anaqa day trader bo'lganman. Kunni ichida trade, impulsda trade. Deyiladi. Endi bu yerda forex bor. Forexda asosan valyutalar va mercantile bor, bu tillar va hokazo. Va endi bugungi kunda endi kriptovalyuta. Mana trading ham keng. Endi buning ichida o'rta davrda savdo qiladiganlar bor, uzoq muddatda savdo qiladigan bor. Lekin o'rta va uzoq muddatda aksariyat holatlarda institutsional investorlar savdo qiladi. Chunki odamlar ajratishi kerak. Biz qila oladigan narsa ko'pi bu kun ichidagi trade. Ya'ni misol uchun deylik JP Morgan investitsion bank. Ular ham aksiya sotib oladi, ular ham valyuta nimadir sotadi, nimadir oladi. Lekin u yerda bitta pozitsiya uchun, endi tradingda bitta narsa olsangiz yo sotsangiz bu pozitsiya deyiladi. Bitta pozitsiya uchun 3 ta 5 ta kalla ishlaydi. Ya'ni u yerda analitik alohida, u yerda insider bor. Hech kim bilmaydigan informatsiya, yaqinda chiqadigan informatsiyani yig'ib yuradigan odam. U yerda texnik analiz bo'yicha mutaxassis bor. U yerda fundamental analiz bo'yicha mutaxassis bor. Ya'ni 4 ta 5 ta odam guruh bo'lib bitta trade qiladi. Hammasi manaman degan institutlarda, universitetlarda bitirgan odamlar. Chunki JP Morganga ishga kirish o'zi bo'lmaydi. Xuddi shunday bu tarafdan deylik, men o'tiribman. Xo'p, kim ko'proq ma'lumotga ega? Ular. Kim ko'proq bilimga ega? Ular, chunki 4 talasi. Kim men bilmagan ma'lumotga ega? Ular, chunki insightni men bilmayman. Mana hozir O'zbekistonda o'tiribmiz. Deylik, energetika vazirligida kimdir ishlaydi. O'sha ishlayotgan odam biladi. Hozir energetika vazirligining ichida mana shu qonun tashabbusi ishlab chiqilyapti. Xudo xolasa 3 oy, 5 oy, 1 yilda shu qonunga qo'l qo'yilishi kerak. Ya'ni u o'zi buni biladi. Men bilmayman. U vazirlikdagi biladi. Xuddi shunaqa Amerikada ham o'sha insider informatsiya yig'ib o'tiradiganlar, o'sha har bir sohada qaysi vazirlikda nima qonun yoki nima qaror ishlab chiqilyapti, ular biladi. Men bilmayman. Demak, ma'lumot qo'limda yo'qmi? Men yoki любой одиночный трейдер, ya'ni bitta o'zi uyda o'tirib trade qiladigan odam, demak, biz qurol boru, o'qimiz juda kuchsiz bo'ladi. Ular pulemyotni otsa, biz miltiqda otamiz. Shuning uchun o'rta va uzoq muddatli trade'da bizdaqalar, ya'ni oddiy odamlar bajovat qilishi juda qiyin. Tushunarli. Demak, trade bu qimmatli qog'ozlar bozorida savdo qilish degandek gap shunaqami? Qimmatli qog'oz, valyuta, neft yoki tilla, ya'ni xom ashyolar va hozirgi kunda kriptovalyuta. Olib sotib qo'yiladi, qimmatlashgan payt sotadi, shunaqami? Endi bizda O'zbekiston sharoitida ko'pchilik texnik analizga aldanib qolyapti. U ikki tarafga o'ynasangiz bo'ladi. Ya'ni siz yo'q narsani sotsangiz ham bo'ladi. Kimdandir qarz olasiz, mexanizmlar bor. Uni sotasiz. Uni narxi tushib ketgandan keyin olasiz, oradagi farqni ushlaysiz. Texnik analizda ko'radi, flajok chizibdi, tepaga ketadi yoki pastga ketadi, probit qiladi, balobatlar qilib. Texnik analizga kiradi, o'shani skalp qilishga harakat qiladi kimdir, yoki kimdir probitiyani ushlashga harakat qiladi. Endi hammaning strategiyasi har xil.
Lekin aksariyat olganda narxini oshishini kutadi, sotganda narxini tushishini kutadi. Mana shu ikkita narsa. Unga signallar bu o'sha texnik analiz, fundamental analiz, har xil indikatorlar bor o'zi. Tushunarli. Mana bu Telegram kanallarida signal tarqatadigan treyderlar bor-ku. Ularga nima bilan signal tarqatib? Endi ular ichida yaxshi, hammaga manfaatli bo'lsin degani ham bor. Men masalan 9 yil treyder bo'lganman, vaqtida top treyder ham bo'lganman. O'zimdan aytaman, men hech qachon signal bo'lishmagan bo'lardim. O'zimdan aytsam, chunki hech qachon 100% mana shu pozitsiyada pul ishlayman deb odam o'ziga o'zi amin bo'la olmaydi. Amin bo'lsa, u ahmoqlik bo'ladi. Signal tarqatayotganda qachon tarqatish mumkin? Masalan, men qachon tarqatardim agar insofim bo'lmaganda? Signalni bitta pozitsiyaga kirib oldim. Bu narx tushyapti. Lekin uni narx ko'tarilishi kerak, to'g'rimi? O'shanda men tepaga qarab kirdim deb signal tarqatardim. Sababi ko'pchilik olishni boshlaydi, yana u narsa tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Ya'ni men sun'iy ravishda o'sha aksiyani boshqa narsaga talab tug'dirdim. Signal orqali. Agar meni podpischigimga bilmayman 50 mingta bo'lsa, shundan bir 5 mingtasi pozitsiyaga kirib ketsa bir vaqtda jo'natgan paytimda. Men nima qilaman o'sha paytda insofsiz bo'lsa? Yo'qotayotgan pulim shunda qaytaraman da pozitsiyadan chiqib ketaman. Ya'ni minusdan хотя бы 0 ga chiqib ketaman. Lekin ular qolib ketadi. Shuning uchun signal trade va hokazolar umuman qilmaslik. O'sha signal trade qilayotgan odamlar yerda lot degan narsa. Nimaga 5 ta 10 ta lot bilan kirmasdan 1000 ta lot bilan kiryapti. O'ziga o'ylayman bo'lsa $1000 emas, $100,000 ishlasin. Ko'proq kirsin, o'sha aksiyani ko'proq sotib olsin. Yo o'sha valyutani ko'proq sotib olsin. Yo o'sha tillarni ko'proq sotib olsin. Nima qiladi signal tarqatib? Men shunaqa o'ylayman. Tushunarli.